Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarining birida zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul axira. Qabrlarni ziyorat qilib turinglar, chunki u sizlarga oxiratni eslatadi dedilar. Qabristonga borgandan keyin inson boyni ko'radi, qabrini, gadoni qabrini ko'radi. Hokimni qabrini ko'radi, oddiy mardikorni qabrini ko'radi. O'ziga o'zi bir karra aytadiki, shu insonlar ham o edi. So'rashib bo'lmasa bu insonlar bilan, gaplashib bo'lmasa bu insonlar bilan, lekin shular ham vafot etdi, shotga olib keldi, do'mpayib yotibdi. Mana bu insonning hech narsasi yo'q edi. O'ta faqir, miskin inson edi. Lekin shuni qatorida yotibdi, shuni yonboshida yotibdi. Hech qanday farq yo'q. Farq nimada bo'lishi mumkin? Ustiga qo'ygan toshda bo'lishi mumkin xolos. Bir go'rkov aytadi. Qoraka deydi, bir boyvuchchani onasini ko'mdik deydi. Rossiyadan deydi granit degan toshni olib keltirdi deydi. Ana qimmat qora toshni deydi, olib kelib qo'ydirtirdi atroflariga, u qildi, bu qildi. Ko'p o'tmasdan haligi boyni deydi, xolasi vafot etdi deydi. Xolasini bolalari shu onani qabrini oldiga olib kelib ko'mishdi deydi. Bir yil o'tgandan keyin deydi, ana boyvuchcha kelib savol berdi deydi. Xolamni bolalari onasini ziyorat qilib turadimi deb aytdi deydi. Ha, kelishadi desam deydi. Endi men aytsam ko'ngliga olishi mumkin. Sen aytib qo'ygin, sal buni ustiga qarab tosh-bosh qo'yib bir chiroyli qilib qo'ysin debdi. Haligi gapni deydi, men ham deydi o'ylamay, netmay ha deb qo'yavermabman-da deydi. Haligi onaxonni bolalari keluvdi deydi. Aytdi. Endi xafa bo'lmaysizlar. Elchiga o'lim yo'q. Mana u marhumani bolalari aytib ketdi. Endi kimligini aytmayman. Bolalari ko'p ekanda endi. Shu xolam bolalarga aytgan, bir qabrning ustini bir chiroyli qilib qo'ysin. Biz uyalyapmiz. Bizni qarindoshlarimiz kelsa, bizni onamizniki chiroyli yotibdi, bularniki faqat tuproq. Bir bunday tosh-bosh qo'yib, g'ish-pish qo'yib, bunday chiroyli qilsin deb aytib ketdi. Ishoning deydi, menga shunday javob berdi deydi, muzlab qoldim deydi. Shunaqa deyishdimi dedi. Ha, baraka topsin mayli. Onani joy ehtirom qilar ekanda. Lekin endi elchiga o'lim yo'q. Siz ularning gapini aytdingiz, men ham aytaman, siz ham ularga yetkazib qo'yasiz dedi deydi. Ha, nima gap desam deydi. Men bu gapni aytmoqchi emas edim, lekin ibrat bo'lsin deb aytayapman. Men har hafta yoki 10 kunda bir xatmi kabira qilaman. 4 ta do'stimni chaqiraman-da, birlagan osh qilib, xatimni bag'ishlab onamga bag'ishlayman. U onasini qabrini ustini bezayotgandir. Men onamning qabrini ichini bezayapman. Aytingchi, biror marta umrida Qur'on xatm qila oldimikin? Chunki Qur'on o'qish bilmaydigan bolalar ekan. Biron marta xatm qildimikin yoki xatm qildirdimikin? Shu savolni bering. Aytingki, xolangizning bolasi aytdi, har haftada yoki 10 kunda bir Qur'onni xatm qilar ekanda, otasiga, onasiga bag'ishlar ekan. Shu uchun ko'p ham tashqariga emas, ichkariga mehr bergin deb aytib ketdilar. Muzlab qoldim qoraka deydi. Nima deyishni bilmadim, kutmagandim deydi. Keyin aytdimi, aytmadimi bilmayman. Tirikmi, hayotmi, o'lib ketdimi, bizga mansheti yetadi. Shu uchun azizlar, ziyorat qilish asnosida gapirar ekanmiz. Ba'zilar bugun ota-onalarini qadrlab, toshlar, g'ishlar, haykallar qo'yishadi. Qaniydi-ki shu foyda bersa. Shariatda qabrning tagidagi ruh, jasad uchun solih amal qilinadi. Qabristonga borilganda Qur'on tilovat qilinadi. Nima uchun? Savobi o'sha marhumga bag'ishlanishi uchun. Bilsangiz bilgan surangizni o'qing. Ixlos surasi, Fotiha surasi, Oyatul Kursi bilmaydigan o'zbek yo'q. Lekin achalarning holat, ba'zilar yuringlar bir ota-onamizni ziyorat qilib kelaylik, Qur'on o'qib berasizlar deydi. Qur'on qolmaydigan farzandlarim bor. Voy azizlar, Qur'onni faqat qabr uchun o'qilinmaydi aslida, lekin hech bo'lmaganda shu ota-onangiz o'tib ketgandan keyin ularning ruhini shod qilish uchun Qur'on tilovatini qilib ziyorat qilishlikni unutmang degan ma'noda bir karra eslatmoqchimiz. Alloh taolo o'tib ketgan ota-onalarimizni rahmatiga olsin.